Nimaga Xitoy mashinalari kitobida 600 km yozganda, lekin yurganda 300 mashinaqa yurishadi, okay? Siklga bog'liq-da. Hop. Xitoy sikli bor, CLTC, и dunyoniki bor. Endi amerikanskiy ham bor, и u вообще строгий. Dunyonikini olib turadigan bo'lsa, WLTC bor. Aslida o'lchanadigan CLTC bo'yicha o'lchanyapti yoki WLTC bo'yicha o'lchanadi. World Cycle-da, bu международный sikl. CLTC China'niki birinchi o'sha mashina 20-30 km yuradi soatiga, tezlik soatiga, sredniy скоростda. Sababi u probkada yuradi mashina. Ularda probka katta. Ya'ni har xil holatda sinab ko'rishar ekanda. Aslida shunaqa holatda uradi ular. Sredniy скорость 20 km, 30 km probkada mablag' yurganida, keyin temperaturniy rejimlar bor. Temperaturasi ularda ma'lum bizdagi резко kontinentalniy emas-ku, klimat ularda. Ular 24 yo 25 gradus oladi. O'shaning uchun sal bizani показательlarga to'g'ri kelmaydi. Eng zo'r yo'li 600 yozilganmi, -30 qilib yuborish kerak. 30%. Ha, 30% qilib yuborish kerak. Lekin bir xilligi 40% ham.